Demak, hammalarga hey o'rtoqlar, sizlar bilan yana Imba PUBG YouTube kanali. Bugungi video roligimda sizlarni ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Bugungi video roligimda sizlarga o'zi haqiqatan ham Tekkenga yuz olsa bo'ladimi? O'sha mashhur Hadok qayerga qaytgan va uni qayerdan olsa bo'ladi? Shu haqida batafsil bugungi video roligimda bilib olasizlar. Bo'lmasam gapni cho'zib o'tirmasdan videoga o'tamiz. Qani go. Birinchi ma'lumotimiz Hadok qayerga qaytgan. Hadok hozirgi PUBG Mobile'ga emas, koreyskiy versiyaga qaytgan. Hozir ko'pchilik so'rash mumkin, nega Mobile'ga emas, koreyskiy versiyaga qaytgandi? Chunki PUBG o'ziga qaysidir skinni qo'shishdan oldin birinchi bo'lib koreyskiy versiyaga qo'shib ko'radi. Agarda qo'shgan skinni koreyskiy PUBGda yaxshiroq sotilsa, keyinchalik Mobile versiyaga ham olib o'tadi. Bu versiyaning plus tomonlaridan biri juda ham ko'p oldiy setlar bor. Ham bu setlarni arzimas serprolarga olsa bo'ladi. Prosta imba. Menga eng ko'p yoqadigan setlardan biri mana bu mumiya seti va men shu setni olish uchun yetadigan Server Pro'ni ham olib qo'yganman. Bo'lmasam hozir sizlar bilan birgalikda shu setni olib ko'ramiz. Boya aytganimdek prosta imba. Bo'lmasam Hadokka qaytamiz. Bizlarda premium case, classic case bo'lgani kabi koreyskiy versiyaning ham o'zini premium case, classic case'lari bor. Bu yo'da bu case qanaqa nomlanishini bilmadim-ku, lekin mana shu case'ga o'tib sal pastroqqa tushsanglar, o'sha hammamiz sevadigan legendarniy Hadok turibdi. Lekin buni UC'ga emas, Tekkenga ham olish mumkin. Bu case'ni ikki xil usulda ochiladi. Birinchisi o'yin o'ynab yoki har xil missiyalarni bajarib, o'zini sarf kuponini olinadi va o'sha kuponga ochish mumkin. Ikkinchisida esa case'lar yig'gan case'laringizga ochishingiz mumkin. Agarda sizlarga koreyskiy versiya qiziq bo'lsa, 24 soat ichida shu videoga 100 ta like qilib bersanglar, men shu zahot koreyskiy PUBG qanaqa o'rnatish haqida video yasab YouTube'ga joylayman. Koreyskiy PUBGda Hadok qo'shilganidan ham bilish mumkin. Yaqin oralarda PUBG Mobile'ga ham bu set qo'shiladi. Yaqindagina koreyskiy PUBGda brigadga set qo'shilgandi va ozginchadan keyin PUBG Mobile'ga ham brigadga qo'shildi. Gapni qisqa qilaman, yaqinda PUBG Mobile'ga 90% Hadok qaytishi mumkin. Hadokka qaytishi ba'zi bir o'yinchilar uchun yaxshi, ba'zi bir o'yinchilar uchun yomon. Siz uchun Hadokka qaytgan yaxshimi yoki yomonmi? Sizlarni o'z izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Hozircha Hadok haqidagi bor yangiliklar shu. Bo'lmasam sizlarga tezroq qanday qilib Tekkenga UC olishni o'rgatib o'taman. Ba'zi bir negativlar uchun akkauntimda hozir 76 UC bor va sizlar bilan birgalikda hozir Tekkenga UC olib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Telegramga kirib va qidiruv bo'limiga kuchukcha bilan imba pastki PUBG deb yozib olamiz. Va bu yoqdan mana bu birinchida turgan kanalga kiramiz. Sal teparoqga chiqsanglar, mana bu yerda tanga bot bor. Shu botga kiramiz. Bu botni ishlatishdan umuman qo'rqmanglar, hech qanaqa ziyoni yo'q. Unaqa karta ulash yoki nomer ulashlar yo'q. Qarochi bu botni ishlatish vashshe oson, o'zingizlar ham kirsanglar tushunib olasizlar. Bu botni qanaqa ishlatadi deyotganlar uchun mana bu ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu botdan kuniga har xil miqdordagi tangalar va har soatiga 300 tangadan ham olishingiz mumkin. Bu tangalarni mana bu sandiqchalarning ustiga bosib olishingiz mumkin. Hozir sizlarga UC narxlarini ko'rsataman. Aytgancha keyinchalik bu botga qo'shgan har bitta o'rtog'ingizdan 5000 ta tanga beradi. O'rtog'inglar siz tashigan silkadan o'tib, hatto bitta dona bo'lsa ham tanga olib qo'yish shart. PUBG Mobile 100 sotib olish bo'limiga o'tamiz. To'xtinglar bolalar, agarda sizlarni ortiqcha vaqtinglar bo'lmasa va o'zimni pulim bor, o'zimni pulimga UC sotib ola olaman desanglar, lekin halol, ishonchli va hamyonbop UC qidirayotgan bo'lsanglar, sizlarga men o'zimni shaxsiy UC servisimni tavsiya beraman. Ishonaveringlar, O'zbekistonda bundan ham arzon UC servis topa olmaysizlar. UC servisimni silkasini kanalimning shapkasidan yoki kommentariyadan topasizlar. UC ni begona qilmasdan o'zimizdan xarid qiling. Hammanglarni UC servisimni kutib qolaman. Endi esa Tekkenga UC olishga o'tamiz. Bu yoqdagi 60 UC'dan tashqari hech qaysi UC'ni olish sizlarga maslahat bermayman, chunki UC'lar sal bug bo'lib qolgan. Takshto'li bir marta 300 UC olgandan ko'ra 50 marta 60 UC olgan yaxshi. Agarda sizlar bu botdan UC olmoqchi bo'lsanglar, 180 ming o'zini kuponini yig'asizlar va boya o'zim ko'rsatganimdek UC sotib olish bo'limiga o'tib 60 UC'ni tanlab PUBG ID kiritish joyiga o'zingizlarning PUBG Mobile ID'larni kiritasizlar va so'ngra sotib olish ustiga bosasizlar. Mana UC'miz tushdi deb tepadan chiqdi. Endi o'zimizning PUBG Mobile akkauntimizga kiramiz.
Va mana bizani UC darrov tushdi. Bunaqa kontent aniq like bilan obunaga arziydi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Aytgancha bo'ldi. Kanalimda 2000 ta obunachi bo'lishiga ozgincha qolibdi. YouTube kanalimda 2000 ta obunachi bo'lishiga faqatgina sizlarning yordamingizga yetmayapti. Arzimagan like bilan obunani bosib qo'ysanglar, sizlardan juda ham xursand bo'lardim. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar, chiqayotgan hamma yangiliklardan bexabar qolmaysizlar. Hozircha sizlar bilan Imba Public bo'ldi. Kelgusi video roliklarga ko'rishguncha hammaga xayr.